Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'lom turmush tarzida yashash. Agar sog'lom bo'lay desangiz, mana bugungi yarmarkada qatnashganingizda haqiqiy asalarini va asal bolalarini totib ko'radigan yosh farzandlarimiz. Sokina asalcha. O'zingiz asalcha ekansiz. Dodangiz asal bilan shug'ullanadimi deyman, yo o'zingizmi? Dodajonim. Asal bilan odamlarga, insonlarga sog'lig'ini tiklash uchun eng avvalambor asal kerak bo'lsa, siz dodangiz hamon davolar ekan, shifokor ekanda. Hop, dodangiz bilan tanishsak bo'ladimi? Mana aziz do'stlar, haqiqiy tog' asallari. Bugun yarmarkada kim kechikkan bo'lsa, bu yarmarka 2-dekabrdan 11-dekabrgacha O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahrimizda eko, ya'ni haqiqiy toza mahsulotlar. Bu mahsulotlarni tabobat olamida mana malina sirkasi, sizga aytganimdek, mana olma sirkasi, mana bu yerda rastarovsha asalchilar mana shu narsalardan foydalanadi. Mana endi haqiqatan ham bugungi yarmarkamizni qahramoni, respublikada yarmarka o'tkazilsa hamon birinchi o'rinni nomzodga olib kelayotgan sog'lom turmush tarzini yoritguvchi hurmatli Qibray tumani Agrar universitet qarshidagi mahallada yashab, bir necha yildan beri asalachilik qilaman. 15 yildan beri sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holda asalari mahsulotlaridan xilma-xil tindirmalar, aralashmalar, hattoki asal solib sirkalar tayyorlayman. Har doim xalq dasturxoniga toza ekologik mahsulotni taqdim qilishga harakat qilamiz. Sog'lom turmush tarziga rioya qilinglar, kasal bo'lmanglar. Bu ekologik ahvolimizdan sog'lom olib chiqib ketadigan mahsulotlardan doimo tasdiq etamiz. Дорогие друзья, Республика Узбекистан, город Ташкент. Сегодня проводится ярмарка. Она открылась 2 числа декабря до 11 числа. Вот это ярмарка. Хотите быть здоровым? Движение – это жизнь, а жизнь – это движение. Я двигаюсь, я питаюсь натуральным экологическим продуктами. Пчеловоды нам дают такое лекарство. Здесь все я вам написал. Приезжайте, ищите этого мастера по своему пчеловодству. Его зовут Откир Талай.